YouTube'dagilar preslarimiz ham sekin ochilyapti. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta presimiz bor. Buning ichida bir dunyo bo'lib ketadi tovarlar. To'liq yoyilib bo'lgandan keyin ham bitta video qilamiz. Uni ertalab qilamiz, sababi yorug'da tiniq bir boshqacha chiqadi. Bu presimizda polni sochiqlar. Banni sochiqlar hammasidan bor. 100 qo'l. Endi o'zlari preslarni ham ochamiz. Tashkilni beringlar. Narsalar sekin terilyapti. Endi bu presimizni ham ochdik. Asosan bunda pastellar, zimnilar, har xillar. O yangilik adyollardan ham olganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Xitoydaligimizda video qilib berdik. Esinglarda bo'lsa. Hozir tayyor bo'lgandan keyin alohida bitta video qilamiz. Uni ertalab xudo xolasa. Buni ham ochamiz, uni ham ochamiz. Onda polni mevali sovunlar. Mana bu presimiz ham ochildi. Xudo xolasa. Mana katta bo'ldi. Endi buni ham bir tarafini ochib yuborasiz. Buni ham polni pastellar. Ha? Yo'q, to'rtta. Mana YouTube'dagilar pastellar hammasi. Manzilimiz Andijon shaharxonada O'zbekiston hamma viloyatiga chiqaraveramiz. Pastellar, sochiqlar, parfyumlar optim narxlarda. Donaga ham chiqarib beramiz. Pochta yoki taksilar orqali. Mana qulupnaylar, dislarmi, yangilik boshqa narsalar ham bor. Hozir bir chekana ochib joylaymiz.